Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Şərq Türkistan avazının gündəlik xəbərlərini görüşünüzü qarşıladıq. Şərq Türkistan sürgün hökuməti Xitayning Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı kişilik hüquq kengashiga a'zo bo'lganligini aybladi. Şərq Türkistan sürgün hökumətining baş ministri Salih Xudoyor Amerikani Xitayning Şərq Türkistondagi kişilik hüquq təfsirçiliklərini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishga chaqirdi. Xitoy Şərq Türkistonda 7-ci qatimliq nopus tekshirishni boshladi. Pompeo Tibet işleri əməldarlarını təyinləb Xitayning çoxum bədəl tölədiganligini bildirdi. Xitay Hindistan chegarasida havo kelimati sababli nurg'un Xitoy askarlari og'ir talafot ko'chirdi. Tövəndə dehqonlar xəbərlərimizin təfsili məzmunlarida bo'lsin. 13 dekabr tushdan keyin soat 4da Şərq Türkistan sürgün hökuməti Xitayning Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı kişilik hüquq kengashiga a'zolik saylanishiga kuchlik noroziligini bildirib, Xitayning dunyoning har qaysi joylaridagi erkinlik, kishilik huquq va demokratiya badaliga o'zining siyosiy jo'grafiyalik g'arazini amalga oshirish uchun Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga o'xshash xalqaro organlarni o'z ilkiga kirgizish va ta'sirga uchirishga urinayotganligi hammaga ayon. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti nizomnomasiga asosan dunyoning har qaysi joylaridagi kishilarning kishilik huquqini ilgari surish va qo'g'dash uchun qurilgan. Xitoyning Sharqiy Turkistonda mustamlikchilik, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyatni rahimsizlash yurgizayotgan bo'lishiga qaramay, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashida o'rin berilganligi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining inovatini yo'qqa chiqaradi. Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashiga a'zo bo'lib sayılinishi boshqa mustabid va pastkash hokimiyatlarni jasoratlantirib, dunyoning har qaysi joylaridagi kishilarning aqalli kishilik huquqiga davomli daxli taruz yetkazadi. Dunyo shuni e'tirof qilish kerakki, Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga, bo'libmi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashi va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashiga qo'shilishi uning chiriklik, mustabidlik g'arazlarini keng tarqitishiga yo'l qo'ydi hamda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qurilish maqsadini amalga oshirishiga to'sqinlik qildi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 2-Dunyo urushida natsist Germaniya mag'lub bo'lgandan keyin xalqaro tinchlik va bexatarlikka kafolatlik qilish, davlatlar o'rtasidagi do'stona munosabatni taraqqiy qildirish, ijtimoiy taraqqiyotni ilgari surish, turmush saviyasi va kishilik huquqini yaxshilash uchun qurilgan. Xitoyning Sharq Turkistonni qilayotganlarining irqiy qirg'inchilik ekanligida shak yo'q. Millionlagan Uyg'ur, Qozoq va boshqa turk xalqlarini jazo lagerlariga solib, qiz ayollar majburiy tug'mas qilinayotdi. 21-asrda qo'l qilinib ishlatilyapti. Xitoy Kompartiyasi Sharq Turkiston xalqining madaniyat, til va mavjudligini sistemlik shaklda yo'qotyapti. Bu natsistlar Germaniyadagi millionlagan yahudiylar va boshqalarning cho'ng qirg'inchiligidan og'ir deb bayon qildi. Sürgün hukumat bosh ministri Salih Xudoyor Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashiga tayinlanishiga baho berib, Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining a'zoligiga saylanishi xuddi bandit qo'ral tutqizgan bilan o'xshash. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Umumiy Majlisi Xitoyga bilet tashlash orqali ishg'ol qilingan Sharq Turkistondagi rahimsizlarcha mustamlikchilik va irqiy qirg'inchilik harakatini davomlashtirish uchun Xitoyning xo'rikini o'stirdi xolos. Xitoy Kompartiyasi qatorliq razil artistlarning xalqaro tashkilot va organlarga qatnashishiga ruxsat qilinsa, dunyo xalqaro tinchlik va bexatarlikni qo'g'dayolmaydi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Umumiy Majlisi cho'qim Birlashgan Davlatlar Tashkiloti nizomnomasida ching turib, Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, bexatarlik kengashi va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashi a'zoligini bekor qilish kerak. Bunday qilmaslik Birlashgan Davlatlar Tashkilotining inovatini tövəltidi va ajizlashtirdi. Agar Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va uning a'zo davlatlar kishilik huquq, xalqaro tinchlik va bexatarlikka haqiqiy ko'ngil bo'ladigan bo'lsa, ular Uyg'ur va boshqa turk xalqlarining irqiy qirg'inchiligini rasmiy e'tirof qilishi hamda harakat qo'llanib, Xitoy va Kompartiyasining natsistlarcha qilmishlarini to'xtatish kerak dedi. Sharq Turkiston sürgün hökuməti baş ministri Salih Xudoyor dushanba kuni Sharq Turkiston sürgün hökumətiga vakolatan Amerikaning Xitoy ishg'oliyati ostidagi Sharq Turkistonda ilib berayotgan qilmishlarining ishg'oliyat natijasidagi irqiy qirg'inchilik va mustamlik qilishdan boshqa narsa emasligini bilish kerakligini aytdi. Salih Xudoyor Twitterda ishg'ol ostidagi Sharq Turkistonda Xitoyning qilayotgani ishg'oliyat natijasidagi irqiy qirg'inchilik va mustamlik qilishdan boshqa narsa emas. Amerika Davlat ishlar mahkamasi va Oqsaroy irqiy qirg'inchilikni to'nib yetishi va texnik qattiq tadbir qo'llanib, Xitoy va uning kompartiyasining insonlikqa qarshi jinoyatini to'xtatish kerak dedi. Bu so'z Amerika Davlat ishlar mahkamasining Xitoyning Sharq Turkistonda sodir qilgan vahshiylik to'g'risida tarqatgan silliq uchurga javoban deyildi. Yakshanba kuni Amerika Davlat ishlar mahkamasi Twitterda sin ko'rinishlari bilan mundaq degan: Sharq Turkistonda Xitoy Kommunistik partiyasi Uyg'ur va boshqa Turkiy millat xalqiga zo'rlik bilan kishilik huquq tapsanchilik qildi. Davomli qilyapti. Jumladan Uyg'urning nopusini majburiy kontrol qilish, majburiy emgak,
madaniyat va diniy faoliyatlarni cheklash qatorliq bosma siyosat yurgizdi. O'tgan yili xalqaro tekshirish muxbirlar birlashmasi tomonidan ziyorat qilingan Xitoy Kabullar deb atalgan maxfiy hujjatlar Xitoy hukumatining texnikadan foydalanib Uyg'ur va boshqa musulmonlarni kontrol qilish usulini yoritib bergan. Xitoy bu xil nachar muomalani doim rad qilib, lagerlarning kasbiy tarbiyalash bilan ta'minlaydiganligini aytdi. Jazo lagerlaridan qutulib chiqolgan oz sonli kishilar u yerda majburiy siyosiy tarbiya, qiyin qistoq, yemaklik va davolanishdan bahramon bo'lolmaslik qatorliq muomalalarga uchirganligini tasvirlab, ularning dinga e'tiqod qilish, o'z tilida so'zlashning cheklanganligini bayon qilgan. Hozir Xitoy bu ayblashlarni rad qilish bilan birga xalqaro tashkilotlarning Sharq Turkistonning mustaqil tekshirishini rad qildi. Bu qilmishi Xitoyning musulmonlarga qilgan vahshiyligiga munosabatli dalillarni texnik kuchaytirdi. 14 oktyabr Xitoycha atalmış Şinjan gezisining muhim xabarida aytilishicha, 13 oktyabr atalmış avtonom rayonlik hukumat mamlakatlik 7-chi qatimliq nopos tekshirish rahbarlik gruppasining 3-chi qatimliq umumiy yig'ini chaqirib, Sharq Turkiston bo'yicha 7-chi qatimliq umumyuzlik nopos tekshirish xizmatini qayta o'rlashtirgan. Mazkur yig'inda bu qatimliq nopos tekshirishning Xitoyning yaqinqi davlat ahvoli va davlat kuchini tekshirish, nopusning o'zgarish va taraqqiyot ahvolini egallash, atalmış Şinjanning taraqqiyotini ilgari surib, uzoq muddatli muqimlik va amallikni ishga oshirishda o'ynaydigan muhim rol ekanligi ta'kidlangan. Yig'inda yana nopus tekshirishning konkret usullari bekitilgan bo'lib, nopus tekshirish bilan birga hukumat mablag'ining ishlatilish ahvolini tekshirish, har bir aholilar komiteti, har bir bino, har bir eshik, har bir uy, muqim nopus va ko'chma nopus qatorliqlarni to'liq tekshirish talab qilingan. Kuzatuvchilarning qarashicha, Xitoy hukumati uzundan buyon Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa musulmon millat qatorliqlarning nopusini qattiq cheklab, nopus aziltish siyosatini yurgizib kelgan bo'lib, millatlarning ko'payishini o'zlariga tahdid deb hisoblagan. Shundaqla har qatimliq nopus tekshirish natijasini milliy siyosat belgilashning asosi qilib kelgan. Xitoyning Sharq Turkistondagi bu qatimliq nopus tekshirishining asosli maqsadi Xitoyning yaqin 3 yildan beri yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchilikdan omon qolgan nopusining sonini aniqlash bo'lib, bu sonliq ma'lumotlar orqali o'zlari yapgan jinoyatning natijasiga asosan buningdan keyingi Sharq Turkistonda yana qandaqdir bir razil siyosatini belgilamoqchi bo'lgan bo'lishi mumkin. 14 oktyabr Amerika Davlat ishlari kotibi Pompeo Davlat ishlari mahkamasining demokratik va kishilik huquq ishlariga mas'ul yordamchi kotibi Destroning Tibet ishlari alohida moslashtiruvchisi bo'ladiganligini, Xitoy Kompartiyasi bilan Tibet vakillari o'rtasidagi suhbatni ilgari surishga mas'ul bo'ladiganligini e'lon qilib, Amerikaning Xitoyning kishilik huquq va erkinligiga daxl taruz qilganligi uchun og'ir badal to'lashga tirishadiganligini ta'kidladi. Amerika Davlat ishlari kotibi Mike Pompeo 14 dekabr o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida Davlat ishlari mahkamasining demokratiya, kishilik huquq va emgak ishlariga mas'ul yordamchi kotibi Robert Destroning Tibet ishlarining alohida moslashtiruvchisi bo'lganligini, Beijing bilan Tibetning ma'naviy dohisi Dalai Lama o'rtasidagi suhbatni ilgari surishga mas'ul bo'lganligini, hamda Tibet xalqining o'zgacha diniy, madaniyat, til kimligini qo'g'dash va ularning kishilik huquq sharoitini yaxshilash ishlariga mas'ul bo'lganligini e'lon qildi. 2002 yildagi Tibet siyosati qonunida Amerika Davlat ishlari kotibi aloqador qurultay komitetlari bilan maslahatlashgandan keyin Tibet ishlarining alohida moslashtiruvchisini tayinlab, Xitoy Kompartiyasi bilan Tibet vakillari o'rtasidagi suhbatni ilgari suradi deb ko'rsatilgan. Bu o'rin hozirgacha 3 yil 9 oyga yaqin bo'sh qolgan. Yaqinda xalqaro har darajalik taratqularning xabarlarida Xitoy Kompartiyasi uzundan buyon o'z xalqining asosiy kishilik huquqiga daxl taruz qilganligini, Sharq Turkistonda o'zliksiz jazo lagerini ko'paytirayotganligini, shunga Prezident Trump Davlat ishlari mahkamasining munosabatli organlarini Xitoy dafsandichiligiga duch kelgan Uyg'ur, Tibet va boshqa musulmon xalqining erkinligini va izzat hurmatini qo'g'dashga kuch chiqarayotganligini xalqaro jamoatga bildirib kelgan. Pompeo mayli Sharq Turkiston, Tibet, Janubiy Mo'ng'ul yoki Hong Kongda bo'lsin, Amerikaning Xitoyga bo'lgan talabi boshqa davlatlarga o'xshash. Ya'ni har bir xalqning asosiy erkinligi, insoniy izzat hurmati va diniy erkinligini qo'g'dash ekanligini ko'rsatib, Amerikaning butun kuchi bilan dunyoning bu masalaning muhimligini tushunadigan davlatlar bilan ittifoqdoshlik munosabati o'rnatadiganligini ta'kidlab, Xitoyning insonlarning asosiy erkinligiga xiloflik qilganligi uchun og'ir badal to'laydiganligini ta'kidladi. Xitoy bilan Hindiston chegara o'rtasidagi to'qinish davom qilmoqda. Yekilinishicha, yaqin kunlarda yana jiddiy holat yuz berib, nurg'un Xitoy askarlari talafotga uchirgan va jiddiy tarqoqlashtirishga majbur bo'lgan. Hodisaning asosiy sababi bo'lsa, Xitoy armiyasining chegara rayonida qurgan gazarmasining dengiz egizligidan taxminan 4570 metr egiz taq o'rlashtirilganligi. Kuz va qish faslida tog'liq rayonning temperatura farqi cho'ng bo'lganlikdan, kechida eng tuvan temperatura 0 Selsiya gradusdan tuvan bo'lg'achqa Xitoy askarlarining moslashishi tas bo'lgan. Hindistonning ingliz xabar kanali bo'lgan vaqt gezitining xabariga qaraganda, Pangun ko'lining shimoliy qirg'og'ida taxminan 5000 Xitoy askari bor bo'lib, oldin qapda tuvan temperatura sababli nurg'un Xitoy askarlari talafotga uchirgan. Bugungi Hindiston xabar agentligining sentabr oyining oxiridagi dokladida qaraganda, Xitoy Kompartiyasiga qarshi turib, o'z chegarasini jon bilan qo'g'dayotgan Hindiston armiyasining sovuq qarshi tayyorlik qilganligini, Hindiston armiyasi necha 10 yildan buyongi eng cho'ng ashyo oborti bilan ta'minlash harakati berib,
barliq to'shig'ich qatnash aeroplani va tikchar aeroplanlarini ishlatib, kiyim-kechak, chedir, yemeklik, xabarlash uskunalari, yiqilg'u va isitqich qatorliq ashyolarni yutkab, chegara turishliq askarlarning qishliq ashyo obort astarlarini kuchaytirib, chegara rayonida uzun muddat turishga tayyorlanganligini, Hindiston armiyasiga T-72 va 90 tipdagi asosli urush bronevik va piyoda askarlar urush mashinasi saflanganligini, bu uskunalarni 0 dan tuvan 40 Selsiya graduslik tuvan temperaturada normal o'rinlashtirg'ili va mashg'ulot qilib bo'lganligini bildirgan. Xitoy Hindiston chegarasidagi qatma holatning qisqa muddat ichida bo'lmasligidan ikki tarafdan taxminan 100 ming askar Xitoy bilan Hindiston chegarasiga o'rinlashtirilgan ekan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.